Shuda Nazokatxon xolajonlarini talab va istaklariga binoan hozirgi qo'shiqimizni onajonlarimiz uchun kuylaymiz. Ana undan keyin Sanjarbek ukamizga mikrofonlari topshiramiz. Onajonlarimiz baxtimizda hamisha sog' bo'lsinlar. Hammalaringizga yoqimli ishtaha xush kelibsizlar deymiz. Xudo xolasa ana undan keyin so'ralgan qo'shiqlara asta-sekin o'tamiz. To'ylar o'ng bo'lsin, muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Ko'zlarimga keng bu olam chiroyli, o'zimga o'xshaydi bolam chiroyli. Mendan ranjimang ey yoru do'stlarim, aslida hammadan onam chiroyli. Yig'lasam yig'lab bu kulsamda kulgan, meni yuragida jonida bilgan. Baxtim ko'rayin deb qaddi bukilgan, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Tabriklaymiz, to'ylar muborak bo'lsin. Zulfiya akamiz ham muborakbod qilamiz. Tabriklaymiz. Ko'zlari yo'limda yozu qishlari, mening kelishimni zor kutishlari. Tabassum qilganda marjon tishlari, aslida hammadan onam chiroyli. Meni suyolmaydi onamday hech kim, menga kuyolmaydi onamday hech kim. Deno qo'yolmaydi onamday hech kim, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Onalarimiz, otalarimiz baxtimizda hamisha sog' omon bo'lsinlar. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin quvonchli kunlar. Haqiqatda Dilobar xonim, ota-onamiz baxtimizga sog' bo'lsin, hurmatli onajonlarimiz sog' bo'lsin. Haqiqatda birinchi sevgimiz onamizga bo'ladi. Sevgisi yolg'on bo'ladi onasini sevmaydigan insonlarni. Onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Qani edi tabiat qo'lidan kelsa, abadiy etolsa seni umringni. Roziman onajon, iloji bo'lsa senga qo'shib bersam meni umrimni. Bir kechalik Allahning hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalbingga qalbimni kuchin, qarzim uzilmay qolar shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mohir bir naqqosh, surating chizardim berib ming saykal. Bugungi ajoyib shodiyona bilan chin qalbimizdan bugungi Alloyoroflar sulosini tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Azizlar, chiroyli tabriklarimizni ruxsatlaringiz ila boshlaymiz. Hurmat bilan mikrofonlarimiz qarshisiga davramizda go'zalligi alohida go'zallik qo'shayotgan hurmatli onajonimiz Sanamjon onajonimizdan boshlaymiz. Sanamjon ona, to'ylar muborak bo'lsin.
kelin kuyovlarimiz baxtli bo'lsin, yaratgan Alloh subhanahu va taolo solih soliha farzandlar ato etsin. Endi Xudo xohlasa bir chiroyli gullarimizni qabul qilib oldingiz, hurmatli kelin kuyovlarimizga bir chiroyli tilaklaringiz bilan tabriklarimizni boshlaymiz, ruxsat bersangiz. Qani marhamat. Bugün İlyorbek bilen Zülfiye'nin birinci gelin alayotgan günü tentaneli to'y. Şu yoshlara sog'lik, salomatlik tilayman. Baxtli, saodatli o'lg'aylar Xudoyim. Sulaymonni taxtini, payg'ambarlarning mehr muhabbatini bergay Xudoyim. O'rab o'sgaylar, yulduzlari yarashgay. Qo'shqani bilan qo'sha qarib yeyilib yozilgaylar Xudoyim. Gücümnin soyalagayla, üzümnin go'ralagayla. Doğalları Xudoyim, o'g'il qiz o'lg'ay, yeyecekleri berek, gömme o'lg'ay, minjekleri yaxshi mashin o'lg'ay. Asosiysi sog' salomat o'lg'aylar Xudoyim. Meyilli, muhabbatli o'lg'aylar bir-biri bilan Xudoyim. Şu o'zlaridan ko'payib, şu qurayotgan oilalar ham mustahkam bo'lg'ay. Yaqib kelgan chiroqlar ham ming yil o'chmagay. Xudoyim hammaning şu to'y tomosha etgaysizlar, aqtiq chovliq yo'liqlari ko'rgaysizlar. Yurtimiz tinch o'lg'ay, osmonimiz faravon o'lg'ay Xudoyim. Yoshlarimiz sog' o'lg'ay. Xudoyim şu 2 yoshga sog'lik, salomatlik, baxt, saodat tilayman. Şu kelgusi hayotida bir e'tiborli oila bo'lsinlar, shirin, shakar farzandlari bo'lg'ay Xudoyim. Şu beshik to'ylarida meshatib jamoa bilan o'tirib, tabriklab, Xudolari oltin beshikka kelib, şu sadaqalar ham shularda etgaymiz Xudoyim. Hammang arzu niyatingizga yeting. Avvalambor şu o'tgan Oliya Xudoma ruhlari shod bo'lsin. Xudoyim joylari jannatda bo'lsin. Şu gelib ketib şu ruhlari yurgan bo'lsa, shod gelib shadmon ketgay Xudoyim. Şu qolgan bola chaqalari sog' salomat bo'lg'ay. Xudoyim Zulfiya indi kelgina 2 bolasini to'yatib, şu o'zimizning artistlari, elotin artistlarini kelgan şu qizim kelgay Xudoyim. Şu sizlerin ham Xudoyim şu nelerinize rivosh tilayman, ishlaringize mendan ham yaxshiroq kuyları çalıp, sesleriniz ham jonlanib ketgan, evvelkidan inepte jonlanibsizlar. Yine rivosh tilayman sizlere balam. Sog' bo'ling, salomat bo'ling Xudoyim. Yurtlar tinchligini bergay. Bola chaqalaring shu yaxshi kunlarni o'tirib Allah Taologa muyassar etgay sizlere. Yine şu hammamiz şu qarindosh to'g'onlar o'tiribmiz. Şu yoshlarni tabriklayman. İlyor bilan Xudoyim şu Zülfiye memnuniyet maqsad olsa yetkay Xudoyim, arzular ushalg'ay. Sog'lik, salomatlik, hammang uyingda to'y bo'lg'ay. Xudoyim sog' salomat bo'lg'aysizlar, tapqaningiz yaxshigina buyurg'ay. Maydonda yurganlaring ham tapib, do'ldirak kelib, hamma to'y tomosha etavergay, joningiz sog' bo'lg'ay bolam. Yoshlar, baxt tilayman sizlarga. Xudoyim e'tiborli oila bo'lg'aysizlar, shirin shakar farzandingiz bo'lg'ay bolam. Mudomuna şu bir e'tiborli oila bo'lib, sog' salomat yursangizlar bo'lgani balam. Sog' bo'ling balam. Katta rahmat onajon. Qani bir chiroyli qarsak bo'lsin tabriklar uchun. Katta rahmat. Xonadonimiz to'yxona bo'lsin. Xudo xohlasa shu xonadonda yaxshi kun to'y tomosha qilganda kelib o'tirmoq nasib etsin. Yana bir bora muborakbod etamiz. Endi esa sizlar hurmatli to'yimiz sohibalaridan tabrik so'zlarimizni qabul qilishda davom etamiz. Hurmat bilan mikrofonlarimiz qarshisiga Navbahor ammajonimizni taklif qilamiz. Qani marhamat. Davramizda bormilar? Ammajonimiz, Navbahor ammajonimiz. Qani tabriklarini qabul qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. To'yimiz sohibalariga shodiyona muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin, kelinchak muborak bo'lsin. Chiroyli tabriklaringizni qabul qilamiz Xudo xohlasa. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Yine bugün ülkemiz to'yida katta tantana bo'lib turibdi. Şu fırsatdan faydalanıp hem beni tebriklayman. Xudoyim meni uyimda shunday to'y bo'lsin. Ülkemiz elori, gelinimi, Xudoyim shuni rohatini ko'rib o'tirgan shularning. Jiyanlarim sog' bo'lg'ay. O'zlaridan ko'paysinlar, baxtli bo'lsinlar. Hammani tebriklayman. Sen ham tebriklayman. Sog' bo'lg'aysan. Rohatlarini ko'rib o'tirgaysan. Katta rahmat. Katta rahmat. Yaxshi tilaklaringiz hamrohingiz bo'lsin. Bugungi shodiyona muborak bo'lsin. Qani
hurmat bilan keyingi so'zimizni Sanobar xolajonimizdan qabul qiladi ekanmiz. Qani marhamat. Xolajon, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana biz bugun Elyorbek ukam, gelinim Zulfiyaning eng quvonchli, eng baxtli kunida o'tirgan ekanmiz. O'g'lini to'yinda shu gelinimiz boshqa shaqdilimiz shaq olsin, o'rab o'ssinlar, yelib yozilsinlar. Mevlam var, Olajon opam ruhlari shod bo'lib birgay. Arzu qilib shu kunlara yetmadi. Ruhlar shod bo'lib birgay. Allah'ımız ham tabriklayman shu to'ylar bilan. Sağlık o'g'ay, amonlik o'g'ay, shu Zulfiya gelinimi Elyorbek ukami boshqa to'ydan chiqmag'ay. Yana ki bolalarni ham to'y etib, Xudoyim o'ynab kulib, hamisha yurmak muyassar etgan. Kelasi shu yillara qolib qolmayin. O'g'ildir, qizdir, farzand bo'lg'ay shu gelinimizni hamma ishi davradagilar bir odam ham xato bo'lmay kelib, tabriklab o'tirmak muyassar etgay. Sağlık, amonlik o'g'ay, shu boshingiz to'ydan chiqmag'ay gelinim. Katta rahmat. Katta rahmat. Yaxshi tilaklaringiz hamrohingiz bo'lsin. Azizlar, endi hurmatli sulolamiz yaqinlaridan, eng yaqinlaridan, hurmatli mehmonlarimizdan, hurmatli qo'shnilarimizdan tabrik so'zlarimizni qabul qilamiz. Hurmat bilan Hamida Hoji onamizdan tabrik so'zlarini qabul qilamiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin deymiz hurmatli qo'shnilarimizga. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun Elyor ukamning, Zulfiya xonning eng quvonchli kunida o'tiribdi ekanmiz. Bu 2 yosh Xudoyim baxtli bo'lg'ay, qo'shqani bilan qo'sha qarg'ay, o'rab o'sib yeyilib yozg'aylar. Xudoyim Zulfiyaga, Elyor ukamga rohatlari buyurg'ay. Kelasi yil shu yillara qolib qolmay, nevaralari bo'lganda shuni katta davralatib o'tirmak Alloh nasib etgay. Xudoyim yaxshi kunlarga, Xudoyim shuni ochilgan dasturxonlar hech qachon yopilmag'ay. Tapqanlar hamisha yaxshi kunlarni, to'ylarni buyurg'ay. Katta rahmat. Yana yaqin qo'shnilar nomidan Bekposh opamizdan, Nasibaxon opalamizdan tabrik so'zlarini qabul qilamiz. Qani marhamat, davom etamiz. Xojona, to'ylar muborak bo'lsin sizga ham. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yine bize hem qo'shnimiz, hem ukamiz Zulfiya Elyorning gelin algan to'yinda o'tiribdi ekanmiz. Buları shu gelin bilan tabriklayman. Shu algan gelinlari başşaşak, dili yumshaq bo'lg'ay Xudoyim. Neyki ko'nglindagi arzu niyatlari bo'lsa yetishib, bir mahallaning eng bir aktiv, go'zal ko'ringan oilalardan bo'lg'aylar. Ko'ngillari istayincha farzand, istaganlardan ham ko'proq davlat bergay Xudoyim. Assalomu alaykum. Davra qatnashchilari. Zulfiya opa, sizni tabriklayman. Shu geliningiz qadam bo'lib kelsin. Baxtli bo'lg'aylar, omadli bo'lg'aylar. Xudoyim shular baxtini, rohatini ko'rib, baxtiqlari so'yib o'tirg'aysiz. Xudoyim niyatlaringizni halol bo'lib, aqlli ushli bo'lib, qo'sha qarib yeyilib yozilg'aylar. Tabrik. Katta rahmat. 8 tog'dan o'ynab tushar 8 irmoq. Go'yo 8 qiz keladi xurram inoq. Olib kelar cho'qqilarining sururini, olib kelar kordek tiniq ko'z nurini. Vafosini, safosini olib kelar, eng yaxshisini, eng sarasini olib kelar. So'ng qishloqda boshlanajak ajib bir to'y, qo'shilishib 8 irmoq. Hurmatli kuyov to'ramizni, voliday muhtaramalari Zulfiyaxon opamizni, yaqin dugonalaridan tabrik so'zlarimizni qabul qilamiz. Hurmat bilan Malohatxon opamizdan, Go'zalxon opamizdan tabrik so'zlarimizni qabul qilamiz. Barcha mehmonlarimizga bugungi shodiyona muborak bo'lsin deymiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum, shu davramiz qatnashchilari. Mana bugun biz shu dugonamiz Zulfiyaning baxtli kunida o'tirgan ekanmiz. Shu yoshlara baxt tilaymiz, sog'lik, salomatlik tilaymiz, davlat davron tilaymiz. Xudoyim daringlar yanında kam etmagay. Shu chiqonimning aytchaklari to'y bo'lg'ay. Rahmat.
Görcekleri beyram bolgay, yaxşı gün bolgay. Zülfiye sınıfdoshlarimiz. Elyor beken sınıfdoshlarimiz. İkisini ham tabriklaymiz şu yaxşı gün bilan. 2 yil o'qib Şu yoshlara uzoq umr, baxt saodat tilimiz. Chiqonim shular rohatini ko'rib, baxtina, taxtina suyanib, to'y tomosha etib o'tirg'ay. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz chiqonim bo'lmoq Zulfiyaning shu o'g'lining to'yida o'tirgan ekanmiz. Chiqon shu bolalaringga uzoq umr, baxt saodat tilimiz. Shular ham vaqt yaxshi kunini ko'rib yurmak, sen Allohimdan nasib etsin. Bugun shu to'yina kelgan ekanmiz. Yana kel Xudo xolasa beshik to'ylardan kelib tabriklab o'tirmak nasib etsin chiqon. Hamma vaqt topganing to'ylara buyursin. Hamma vaqt og'zi-birchiligimizni bersin. Allohim hech qachon hech kimimizni yomon ko'z, yomon so'zda hamma vaqt asrab tursin chiqon. Bulara baxt tilimiz sinfdoshlar nomidan, Gaminkan qizlar nomidan ham, Rossiyada yurgan Nodira chiqonim nomidan, Nergiza chiqonlarimizni hamma qizlar nomidan tabriklayman chiqon. Katta rahmat. Qani shu yerda Shahodat opamiz ham bormi? Yaqin dugonalar nomidan tabrik so'zlarini qabul qiladimiz ekan. Sho'ra onamiz. Qani, muborak bo'lsin to'ylar. Rahmet. Zulfiya chiqon, shunning quvonchli kunlaring bilan tabriklayman. Shu o'g'limiz, shu gelin bilan baxtli, taxtli bo'lg'aylar. Shulardan bo'lgan farzandlar o'zlari bir hamma hurmat etadigan ajoyib insonlar bo'lib yetishganlar. Endi men shu 30 yil bo'lib bizlar bitirganlarimiz, birga aytchakman, shu Elyoram bizlaring sinfdoshimiz edi. Shu sinfdoshimiz ham tabriklaymiz gelin bilan. Hamma vaqtida sog' bo'lg'aysizlar chiqon. Shu bolalaring baxtli, saodatli bo'lg'ay. Rahmat. Katta rahmat. Bu oqshomga butun borliq yer va osmon intizori sabab yurur toza iymon, ikki ko'ngil beozor. Bu oqshomda sof tilaklar, ezgu niyatlari qilinar izhor, chunki bu davrada jamdir bugun do'stu yor. Barcha do'stu yorlarimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Davramizga xush kelibsiz. Hurmatli mehmonlarimizni davramizga chiroyli raqsinkor tabriklarga taklif etamiz va badiiy sahnamizga Ilmonbek, Dilobar xonim juftligini taklif etamiz. Barcha mehmonlarimizga bugungi ayyom muborak bo'lsin. Marhamat. Shoda Zulfiya akamiz talaba istaklar bilan chiqdilar. Sinfdoshlar bilan o'ynajakmiz. Amma xalalari taklif qiling dedilar. Xudo xolasa apkalarimiz ham mos xalpacha yo'nalishdagi qo'shiqlar bilan hang o'ng tomona, so'l tomona qarab Xudo xolasa raqslar aytishamiz. Davramizni davom qildiramiz. Ammajonlar bilan davramizni boshlayimizdan apkajonlarimizni ham davramizga taklif qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Bali. Üstlere sürme sürüp, yaşlara ısmala koyup 18 yaşar kızdın, ortada oynasız kayıp süzülüp mü ele halas, bahçem otlara salas İbi canım aylansın ey, mende yok sizdeki bu naz Emme canım ey, emme can, gelseniz gelir hemme can Emme canım ey, emme can, cönteki pullu demme can Emme canım ey, emme can, gelseniz gelir hemme can Emme canım ey, emme can, ki sayısı pullu demme can Yaşayın. Oynar kinamız. Gelin. Dayı canlara toylar mübarek olsun. Aynen yüzlerden. Gelin.
bilen yanıma. Kiprikleri dem neşter kadar canıma. Geldi kalan başlıya işine bilen yanıma. Kiprikleri dem neşter kadar canıma. Hoşu kırat eyledin ey deşme kılıp kanıma. Ya istem gül gözüme yasa verip canıma. Yağmuruma tek sanet remeyle ahvalıma. Raftarı tavusmaydı kıdam basıp yanıma. Kim sever yarısa söyle bana ey pari. Bana bir bak bak, Bana bir bak bak. bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Estrada kuşku bilan kiramiz. Ha, qani. Aynan esradan. Bari, bari. Aytganlaring bo'ldi mu, senda ko'ngil doldu mu? Bir bakmadın kayrılıp şundan sevgi bo'ldi mu? Aytqalarim bulmadı, hali ko'nglim dolmadı. Kapkara bir Mercedes göz aldımda durmadı. Ey kara kaş oyna, bir sallanıp oyna. Hep beraber Mercedes yanıma gelip oyna. Yakşı sana oyna, şurada durup oyna. Lekin bilip koy falan, beni aldap koyma. Esa. Bari. Aytgana ne öperim, sana dola gül verin. Özünden özün ya, kartama pul sal verin. Neslimana et verin, kartama pul sat verin. Sever dula gülleri, başka kızlara verin. Ey kara kaş oyna, bir sallanıp oyna. Hep beraber Mercedes yanıma gelip oyna. Yakşı sana oyna, şurada durup oyna. Lekin bilip koy falan, beni aldap koyma. Bari, bari. Ha, qarindoshni to'yni muborak bo'lsin. Canım. Ey kara kaş oyna, bir sallanıp oyna. Hep beraber Mercedes yanıma gelip oyna. Yakşı sana Hadi oyna, yaman, hadi. şurada durup oyna. Lekin bilip koy falan, beni aldap koyma. Ey kara kaş oyna, bir sallanıp oyna. Hep beraber Mercedes yanıma gelip oyna. Yakşı sana oyna, şurada durup oyna. Lekin bilip koy falan, beni aldap koyma. Aynan kiramiz. Qani. Azanın geçki değil, seni uylayman. Otandı biski değil, anlama sığmayman. Oy hayalim sendir, sağdan aman sendir. Yarım sendir, yarım sendir. Azalım geçince seni oyladım. Ben de düşünce hanıma sığmadım. Oy hayalim sende, sağın aman günde günde günde. Her gün günde. Gün yarın, uylarım seni yarım. Senden başka hiç kim yok, onu bil gel yarım. Gel gel yarın gel yarın. Oynadanım ben yarım. Benden başka hiç kim yok. Kaderimle bir yarım. Bari. Ha, nazaket amma to'yni muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Qani. Ayazlı tünlerde aksın kullayman. Karanlık küllerde küçeğine oynayman. Sana gitsem buldu, sardım şu yolda. Yarım buldu, yarım buldu. Ayazlı tünlerde sevdim insan. Karanlık tünlerde gideceğim de sanlıysan. Sana yetsem buldu, sağladım şu yolunu. Yarım buldu, yarım buldu. Gün yarım, uylarım seni yarım. Senden başka hiç kim yok, onu bil gel yarım. Gel gel yarım gel yarım. Oynadanım ben yarım. Benden başka hiç kim yok. Kaderimle bir yarım. Qani. Kani. Bari. Şiki 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 bam bam şiki şiki. Hey 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 hey. Canım. Hey hey.
dünyamda kaydı yok. Gelirsen diye her günü dağlar merakladım. Şükürler tükendir dermin ne hattır sesi yok. Bu kalbimden çıka olmaz seni o sözlerin. Hiç kayırken kaça olmaz seni o gözlerin. Rakibimge kara girip kanatma yaramı. Canımı kör yakacak. Can kendini sizip yüreğim tülerdi. Gözlerini süzür ah yanlı geçilerdi. Yüreğini alıp koyup kenarıma giderdi. Canımı kör yakacak. Yeter şunca orta sadın. Varı yoğumu koymin aldın. Ne menden avunda kaldın. Gelip bu indi yanıma. Yasan da senle hiç almadım. Av yalnız sözlüge hiç alamadım. Mene bunca kıynaşını bırlamesi yok. Yüreğimle özgesige bile almadım. Yasan da senle hiç almadım. Av yalnız sözlüge hiç alamadım. Mene bunca kıynaşını bırlamesi yok. Yüreğimle özgesige bile almadım. Hey! Kana gittik. İnanlısılar üçün. Давайте всем вместе танцуем нас сегодня. Свадьба поздравляем! Let's go! Telefona binanın merhamet. Hanımlaşlar şu sunmayın oğulları. İlaç burada. Hey. Ha dayılar. Hadi. Ağaynılara peki Frans.
Ah ey aman ey aman 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 aman. Son ezgilere hemen teklif kılamos. Oyna coşup lezgi bu. Sanatımız körkü bu. Ne zulama meskeni, ey bütün Harazm meskeni. Köhne diyar, köhne diyar lezgüdür ey. Aman ey, dayılar ey, vay anne dayılar ey. Ah ey, aman ey. Aman. Yine pişman alezgi. Çengektin katamız. Ha. Apa ülkeler kanayım. Yine. Selkelez gibi kızma, kızmışım birden birden. Selkelez gibi kızma, kızmışım birden birden. Lezginin oyna, lezginin oyna. Karsunun her dem, karsunun her dem. Aha aha ah hey, ibi vah hey. Aha aha hey, ibi vah hey vah hey. Leyla
gülginem oyna, nazik bilginem oyna, oyna gülginem oyna, çabilginem oyna, kakilerin silkidip, kakilerin silkidip, nazik bilginem oyna, ay alayız, ay karayız, ay alayız, ay karayız. Rahmat. Sanjar Bey. Katta rahmat. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Doyjon, kuy qo'shiq tugadi degani to'yimiz tugadi degani emas. Lekin Xudo xohlasa bugungi davramizda tashrif buyurgan, davramizda xizmatda bo'lgan hurmatli mehmonlarimizga o'zlarini samimiy ezgu tilaklari, minnatdorchiliklarini bildirishlari uchun hurmatli sulolamiz vakillari
xonadonimiz darg'alarini mikrofonlarimiz qarshisiga taklif etamiz. Va albatta bugungi davramizda xizmatda bo'lgan, tashrif buyurgan mehmonlarimizga o'zlaringizni samimiy ezgu tilaklaringiz, minnatdorchiliklaringizni bildirib qo'yasizlar. Hurmat bilan Elyorbek akamiz bilan birgalikda davramiz markaziga hurmatli og'aynilarimizni taklif etamiz. Alloh ratamiz bilan birgalikda yaqinlarimizni taklif etamiz. Qani marhamat, Elyorbek aka tashrif buyurasiz. Bugungi shodiyona muborak bo'lsin deymiz. Farhodjon doyi, bugungi bayram muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz baxtli bo'lsin, xonadonlaringiz hamisha yaxshi kun bo'lsin. Xudo xohlasa, keyingi yil hurmatli do'stimizni o'g'ildir, qizdir farzandlari bo'lganda bundan ham kengroq davra olib, kelib o'tirmoq nasib etsin. To'ylar muborak bo'lsin. Bir chiroyli minnatdorchiliklarimizni bildirib qo'yasiz, Xudo xohlasa. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yine bugün bize şu gevimiz Elyorbek, Zülfiyaxon ukamiz, ularning xonadonida ajoyib gün birinci jiyanimizning nikoh to'yi bo'lib turibdi. Qana turgayin ey, angin qachtimi tur? Hav. Nomingga gaplab turibmiz-ku. Ava, shu silolangiz bilan birga hammangizni tabriklayman. O'tib ketganlar ham hammani. Shunda endi bu erkek odamın hayatında bir marta bo'ladigan to'y. Shu jiyanimiz ilohim shu baxtli bo'lsin. Ava, yana yillar shu yillardan birini bir qo'chqording o'g'il, bir qo'yding qiz bo'g'ay. Dim bo'lmanda egizak bo'lsin. Gelib seni yana tabriklab o'tirmak nasib etsin shu katta davrani olib. Ava, to'y tomoshalab bo'laversin. Ishida yana Maqsudbek kelibdi. Yaxshi so'zlar aytaman. Ayaklılar namından, beşteliler, abad zemin namından aytaman deb. Söz növbəti size. Get rahmat ustaz. Teşekkür ağa. İkimiz kandaşımız bir. Şükrancan. Albatta en baxtlı ayyam sizlarga mübarek olsun. Şu an acaba bana aytmadı. Ahlı zaman bo'lingiz akıl. Kimlerden kalmagan dünya bu. Bo'lmangiz bir-biriga baxil, kimlerden kalmagan dünya bu. İnsan yaralishi kulish bor. Mana shunday yazg'it, nasiba o'lish bor. 1000 yil yashasang ham baribir oxirida o'lish bor. Kimlerden kalmagan dünya bu. Albatta kimlerden kalmagan dünya bu. Bugün mana shunday baxtli ayyomlarda aziz do'stlarim, eng yaqinlarim o'tganlarni eslasak, ruhlarni shod qilsak, biz haqiqiy mo'min musulmon farzandi bo'lamiz aziz ustoz. Hem ağamsız, hem ustazım, hem yakınımsız. Şükratcan, to'ylar muborak bo'lsin, Eg'ajo'ra. Eng baxtli onlar bugün sizlar qutlu muborak bo'lsin. Xudo xolsa o'tganlardan Allah yar buvani alohida muborak bot qilamiz. Elga o'tga xizmat qilgan, hurmatli bo'lgan hozir to'yimizda ishtirok qilyaptilar. Lekin baribir sen doğup kelayotgan Aliyajon apamizning ruhlari shod bo'lsin. Qadamboy akamizning ruhlari shod bo'lsin, Niyomboy akamizning ruhlari shod bo'lsin. Ulug'jon apamizning ruhlari shod bo'lsin. Qolaversa Yakubning ruhlari shod bo'lsin, Ahmadjon akamizning ruhlari shod bo'lsin, Yusuf akamizning ruhlari shod bo'lsin. Bugun shulardan qanday tarixiy insonlar o'tganlarni yod qilmayincha kelajakka intilmaydigan muhtaram bir islom karim. O'tganlarni yod qilaylik, ruhlari shod bo'lsin. Xudo xolasa eng yaxshi, eng baxtli tilak istaklar shular tomonidan bo'lsin. Bugun albatta sizni muborakbod qilamiz. Siz eng baxtli insonsiz Elyorjon, Zulfiyajon bilan. Xo'shray, o'g'il qizni ko'rgansiz. Bugun eng baxtli insonsiz. Bugun to'yingizda xizmat qilayotgan Ilmonbek Dilabarxon. Xizmatingiz rozi bo'ling. Yo sevgan insonsiz. Nechchalik maqtasak bu shuncha loz. Nima uchun so'rasangizlar? Bugun Xorazm tarixini yozgan insonsizlar. 3 ta farzandingiz bor. Baxtli otasiz, baxtli onasiz, lekin bugun tarixiy insonsiz. Mana shu shogirdimni aytaman, mana shogird. Peki matam zillagan dushgan telefon satib. Ne degan qo'sa oq kuningizda shabring basani, gaberaka. Mana biz sizga o'xshagan yosh vaqtda turadim. 94-yilda chiqmadim. Şu an jabarım atakinni yapıştım, Mekke'ye yapıştım. Ben doktor oldum. Siz ham ijodiy berkanmak talab qilamiz. Xudo xolasa Xorazm tarixini, O'zbekiston tarixini yozsa, size albatta ijodiy berkanmak talab qilamiz. Rahmat size.
chiroyli xizmatingiz, chiroyli tabrigingiz uchun rozi bo'ling. Faqat qancha maqtasak bugun shuncha oz. Shuncha aytgan ekanlar. Ahli zamon bo'lingiz ahil. Kimlardan qolmagan dunyo bu? Bo'lmangiz bir-biriga baxil. Kimlardan qolmagan dunyo bu? İnson yaralmışki kulish bor. Mana shunday yazg'it nasiba o'lish bor. 1000 yil yashasan ham baribir oxirida o'lish bor. Kimlardan qolmagan dunyo bu? Kimdan qolmagan dunyo bu? Yusufdan qoldi-ku. Ahli amon Muhammad payg'ambardan qoldi-ku bu. İbrahimdan qoldi-ku bu. Sizdan bizdan bir gün qallar shu. Buyuk Xorazmshoh surganda davron. Bir yanda Gürcistan, bir yanda Iron. 33 ülkenin xirojini olgan qudratli bepoyon yurtim bor mening. Vah, ming bora maqtansam haqqim bor mening. Uning kabi o'g'lim bo'lsa edi mana. Deya arzu qilgan Chingiz dushmani, vatanning yo'lda shahiddir jon tani. Uning kabi o'g'lim bo'lsa edi men deyan. Demak, keling do'stlar, ming bora maqtasak haqqimiz bor. Baxti atalmış ulug' bir ne'matlarga musharraf bo'lgan baxtli farzandlar, sizlarga Alloh umr bersa, rizq bersa, bir yildan keyin ota bo'ling, bir yildan keyin ona bo'ling. Shu vaqtda shu Farhodamiz, Shuhratjon, Elorjon bilan sizni qutlab olsin, nasib ro'zi qilsin. Barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. Kimdan qolmagan dunyo bu? Shuning uchun bugun siz bilan mendan ham qoladi bu. Yana bir zaman ham qoladi bu. Baribir aqlli bo'lish uchun aqlsiz bo'lsin. Qarang, yig'lazak go'za yosh beraman degan. Yezak olsa osh beraman degan. Xati yig'ladimi? Xati yig'lasa bundan chiqaring uni. Xati yig'lasa bundan barakat qasadi lekin. Yezak olsa osh beraman. Erkek uya chaqirib do'stlarni zibat berdimi? Bu erkek mahkam tutun lekin. Xati yig'lasa bundan barakat qasadi. Shuni mahkam tutun lekin. Yig'lazak go'za yosh beraman degan. Yezak olsa osh beraman. Erkek yeyman deb yashagan aql. Ho, maqran, tarqada. Hamma bilasiz. Aqlsiz emasman. Ana shu 23 yil so'ra oldim. 2 yil qishda reis oldum. Xudo qalsa, hozir ham shu parqadaman deb bilingman shu. Shunda aytilganman. Xotin odam 2 yuz bezatadi. Birsi ko'rgan bolasi bilan de, birsi ko'rgan eri bilan de. Erkakdan 9 yuz bezatadi. 9 vaji birsi ko'zi, birsi quloqi, undan keyin og'zi, undan keyin siyat nosi, undan keyin haqiqatga. Shuning uchun hazil bersangizlar, ay xud maqarang bu video qarang, bu durusha qarang Shuhratjon. Ay kimlardan qilmadi deyapman. Agar seni aldasa hayot, sen noimat bo'lmay hech qachon. Yomon kunlar o'tib ketadi, yaxshi kunlar keladi inshaalloh. Inson bilan tirikdir, inson quvonchdadir, hayotning boshi odamlarga baxsh etadi jon, odamlarning mehr quyoshi. Mehr muhabbat bilan bozorda sotilmaydi, go'zada topilmaydi, doshni otilmaydi. Mehr muhabbat shunday narsa-ku, hu ana bu insonlar topiladi u. Mehr muhabbat sizning jiyaringizda topiladi. Demak, eng baxtli inson kim bo'ladi? Baxtning manzili yo'qki, bunga yurib borib yetsak, baxt bilan cho'kka emas, bunga zangi ko'rsak, bugun baxtli insonlarimiz shu jiyaringiz bor. Asa, ijozat ber Kamolbek Dilobarjon. Xorazm maqomchilik ko'rik tanlovining mutlaq g'olibi Dilobar Ro'zmetova. Ilmonbek, ijozat ber Kamolbek. Bularning 3 ta farzandi bor. 3 ta farzanddan sizga o'xshab elga xizmat qilsin. Demak, nechalar maqtasak bugun shunchalar. Alloh kiprikni yaratgan, ko'z jawharini asramoq uchun. Alloh tilni yaratgan, qalb so'zlarini aytmoq uchun. Alloh yurakni yaratgan, ishoning to'rtinchi ishlatmoq uchun. Alloh insonni yaratgan, bu dunyoni mehrla, muhabbat bilan bezamoq uchun. Faqat siz uchun keldim men to'yga. 1000 yil yashang, 1 yil yashang, ellar uchun to'yga kelmadim men. Shuhrat uchun, farxat uchun keldim men. Eni ilojim tutdi. Hech qanaqa ellar uchun kelmadim men. Ellar Muhammad maktabida o'qigan. 5 ta maktabda o'qigan. Qilib bir jo'rasi bo'lmagan shuni. Sanab bersin menga. Xudo taolo yanglishmasa yanglishmaydigan. Farishtaga qalan, durusha qalan. Jonim og'a siz uchun keldim to'yga.
to'ylar muborak bo'lsin. Baxtiga atalmish ulug' bir ne'mat hammangizga muborak bo'lsin. Keling do'stlar, qancha muborak qilsak, qancha to'ylar muborak desak, baribir 2 yosh uchun qilamiz. Yoshlar baxtli bo'lsin. Qara qoshing naynaving, durishing naynaving. Albatta baxtiga atalmish ulug' bir ne'mating naynaving. Rahmat sizga. Zulfiyajon sizga sabr, mehr, muhabbat tilaymiz. Zulfiyajon to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat ukajon. Bu ikkinchisi uyda yotib bir qachon to'y bo'lar ekan, Farhod ham yonida durar ekanman degan o'xsandan. Aynan sendan shuningni dörtlar dilingdan bog'lanib turibdiki, voy bu arak ichganing foydasi yo'q. Baribir diling bog' sen. Rahmat. Katta rahmat. Shuhratbek aka, endi sizdan ham bir chiroyli tilaklar eshitamiz, xudo xolasa. Avvalambor assalomu alaykum davra qatnashchilari. Men dimam o shoirani aytib bilinman. Hofizamiz, ishlaringizga omad. Shu avvalo Xudo yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz tinchligi, to'y, tomosha hammasi bo'ladi. Ilohim shu bosh bo'lib to'ylarni sovib yurishlarini nasib qilsin. Joningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Jiyanim, tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim shu yillardan sal ertaroq indikil. Sal ertaroq o'g'ildir, qizdir, farzand bilan apamni, elaramni tabriklab o'tirish nasib ro'z aylasin. Sog'lik, omonlik, hammangizga rahmat. Shunday aktiv kelib xizmatda turibsizlar. Ne deymiz? Sog'lik, omonlik bo'lsin. Apa, elara tabriklayman. Shahriyor, jiyan. Qo'ling ko'tarib qo'y. Yo'q, arkana. Malades. Tabriklayman. Baxtli bo'l. Rahmat. Katta rahmat. Barcha yaqinlarimiz nomidan bugungi shodiyona chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Yaqin do'stlar nomidan To'lqinboy aka Ahmedovdan yaxshi tilaklarni eshitib qo'yamiz. Marhamat To'lqinboy aka. Rahmat aka. Sog' bo'lasizlar. Do'stchasina gapirayman. Doyvachasina gapirayman. Doim jiyan o'lib gapirayman, doim o'zi o'lib gapirayman. Qaysi ikkisini gapiring? Har qasidan bir shingil aytganing bo'ladi. Do'st bilan obod uying yer bo'lsa ul vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona ham. Do'stim desam ham bo'ladi, jo'ram desam ham bo'ladi. Doyvachcha desam ham bo'ladi. Har qanchasini gapirsam arziydi. Doim kasallik sababli kelolmadilar. Mazalar yo'q ekan. O'zing tabriklab kelaverdilar. Esa yoshlari baxti kelsin. Qo'shqanlari bilan qo'sha qarasin. Yulduzlari yarassin. Yaxshi kunlaringda kelib tabriklab o'tirish hammamizga nasib etsin. Eng yomon kuning shunday bo'lsin. Uying to'yxona bo'lsin. Yoshlar baxti kelsin. Shahriyor. Baxtinga uka. Kelajakda omad, baxt tilayman. Sog'lik, salomatchilik tilayman. Sog' bo'lg'aysizlar. Esa shu galiylari chiqarib indirib, amma jonim bo'lsin qani, ammasini jiyani tayyorlanib atdi. Ammam bilan o'ynayman deb. Keyin galinga ruxsat beramiz, xudo xolasa. Elora, gaplaysizmi? Gaplang. Katta rahmat. Endi esa hurmatli kuyov to'ramizni, padara buzukvorlari Elyorbek akamizni bir chiroyli minnatdorchiliklarni eshitamiz. Keyin xudo xohlasa talablarga binoan davom qilaveramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan do'stlar, yaronlar, to'yimizda ishtirok etgan oshpazlar, choy qaynatgan choychilar, xizmat etgan xonandalar, hammangizga kattadan katta rahmat. Xizmatlaringizga rozi bo'linglar, biz ham minnatdormiz. Do'stlar, bizlar ham sizlarning to'y tomoshalangizda shunday etib xizmat etmak, bola-chaqangiz bilan yugurib yurmak nasib ro'za aylasin. Bu ikkala yoshlar baxt tilman, bolalarim barkamol bo'lsin, uzoq yayrasalar, yashasalar, istaganlaricha farzandlari bo'lsin. Uzoq umr tilayman ikkalasini ham.
uzak yakından gelen dostlar Allah hemmeyse rahmet, balasamız bilen hizmet et vermek nasip roz eylesin. Oyun külgümüz devam etedi. Rahmet. Katta rahmat, muborak bo'lsin. Sulolamiz vakillariga, xonadonimiz, darg'alariga bugungi shodiyona. Endi esa hurmatli san'atkorlarimizni badiiy sahnamizga taklif etamiz. Hurmatli mehmonlarimizni va albatta mezbonlarimizni raqsinkor tabriklarimizni taklif etamiz. Marhamat san'atkorlar. Bugun ammajonlar to'g'risindagi qo'shiqlari, xalalari o'zlari talab qilib ayttirib turibdilar. Xolajonlar sizlarga katta rahmat. Ammajonlari Naudidi bir qo'llab-quvvatlab, eldina tutib, hurmat qilib turganlaringiz uchun albatta rahmatli aytamiz. Xudo xolasa ijodkorlarimiz tomonidan xolajonlar to'g'risidan ham qo'shiq tayyor bo'layotir. Shuni ham kuylab o'tirish keyingi to'ylarda nasib aylasin deymiz. Xalalari, ammalari, doyilari, amakijonlari to'ylar muborak bo'lsin. Yana bir bora qarindoshlar uchun ammajonim ey ammajonim. Eng qaring. Gözlere sürmele sürüp, kaşlara ısmala koyup 18 yaşar kızdın, ortada oynasız kayıp süzülüp mü ele halas, bahçam otlara salas İbi canım aylansın ey, mende yok sizdeki bu naz Emme canım ey emme can, gelseniz geleri hemme can Emme canım ey emme can, çönteki pullu demme can Emme canım ey emme can, gelseniz geleri hemme can Emme canım ey emme can, kisesi pullu demme can Aynen yaşayın. Yine ustazlara toyuna mübarek olsun. Nazaket emme toyuna mübarek olsun. Aynen qaring. Şimdi bir karap koyasız, şu bir karaşta oyasız Bir gem iki gem ötseyey, hemme geden beresiz Öyle yakınız çakkan, veriniz paçana yakkan Ahırsız acıyan ey, amadım gülü bakkan Emme canım ey emme can, gelseniz geleri hemme can Emme canım ey emme can, çönteki pullu demme can Emme canım ey emme can, gelseniz geleri hemme can Emme canım ey emme can, kisesi pullu demme can Aynen qaring. Toyuna mübarek olsun tabrikimiz. Beli. Xolajonlara mübarek olsun toyuna. Degeni bitir degenim, nesine dünyana yanını Yedi geline bes gelecek, emme canım ey bağmeni Hemme geline bes gelecek, emme canım ey bağmeni Emme canım ey emme can, gelseniz geleri hemme can Emme canım ey emme can, çökteki pullu demme can Emme canım ey emme can, gelseniz geleri hemme can Emme canım ey emme can, kisesi pullu demme can Rahmat Toylar doyucanlar toyuna mübarek mübarek olsun. olsun. Tabriklimiz. Kelin ve kiyolarımızı bir umurlik xonadonlarına kuzatib qo'yamiz. To'ylar olsun. Teşekkür ederim. Vallahi sağlıklı olsun. Toylar mübarek, ey arşanlar. Toylar mübarek, ey arşanlar. Toyhane bulsun, her hanadanlar. Toyhane bulsun, Neç qo'shiq bo'lsin Shuhrat ha. Kelin Bak aytib beraymi? Yakanmi? Bugun nechkindan bo'lsin? bugun zo'r xizmat etdingiz biza bilan. Nechkindan bo'lsin ayting. So'zingiz sinincha eshagi bo'yni sinsin. Vafadarım Vafadarım meni ilk baharım ben
birdime ona muhabbeti. İşkında gülmüşem görüşkenimde İntizarman yar sen gel gel Adım benim sevincim İlkbahardan yar sen gel gel İşkında gülmüşem görüşkenimde İntizarman yar sen gel gel Sen hayatım benim sevincim İlkbahardan yar sen gel gel Vafadarım benim İlkbaharım benim İşkında gülmüşem saadetim Sen gelmezsen gel yana yüzleşip sen Köngül birdime ona muhabbeti. Mübarek olsun beyler. Alacalarımız sağ olsun. Baxtılıyız. Baxlı saadetli buğaysınlar. Koşa qaraqaysınlar. Sanamcan Aktu to'yda muborak bo'lsin. Yana bir bora tabriklaymiz. Rahmet işim Kaşıp kaşım Rahmet işim Kaşıp kaşım Sadık davasını Ağlanı gel Sandırına davran Sırgalı gel Rahmat. Salomat olinglar. Ilohi amin. Alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor mana shu butun koinot egasi bo'lgan 18 ming olam sarvari Allohu taborak taologa mana shunday chiroyli damlarimizni Allohim o'zingga behisob shukrlar bo'lsin deymiz. Qolaversa butun islom dinini yetakchisi bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhi poylarına durdu salavatlar bo'lsin. Shu xonadonda hamisha yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. İşleriniz daima sanatkarlara tushaversin, sanatkarlara shukuring kayfiyatda bo'lsin. Uyingiz to'yxona bo'lsin. Gelin-gevlar baxtli saodatli bo'lsinlar. O'g'li qizlari ko'p bo'lsin. Shu gelgen singlimiz, yani gelinchak singlimiz o'zi bilan baxt, davlat ekki ham bo'lsin. Hech qachon yig'lab qaytib ketmasin. O'zlaridan ko'paysinlar. Xudo xolasa indiki yil mana shu oylardan sal birroq bir chiroyli bir qo'shaloq beshiklari Xudo tarafdan kelgan vaqtdan bizlar ham shu xursandchiliklaringizda sherik bo'lgan holda muborak to'yni yana ham qutlab tabriklab aytib o'tirish Alloh bizlara muyassar qilsin, nasib qilsin. Baxtli saodatli bo'lsinlar, yetirmaganlar ham yetkazsin. Amin. Allohu akbar. Mana Siz kaçıp durun. Emmeniz üçün. Bir cüp. Yaxshi, nechik qo'shiq bo'lsin? Yana ammajonmi? Asa boshqa qo'shiqmi? Bo'ladi. Xolajonlar sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Nov qo'shiq aytsang ham ammajoni qo'shib o'tib ketasan endi. Bo'ldi, Xudo xolasa. Nazokat amma meni yanıma kelasiz endi. Bu gulni menga sovg'a qildingiz. Sovg'a uchun katta rahmat. Ko'nglim dog'din ko'tarildi. Endi men sizni singlingiz, jiyaningiz sifatida bu gulni sizga taqdim qilaman.
uya olib borib, vazan içine salıp, her qarag'aningizda meni görüp oturasınız. Rahmat, sağ bo'ling. Ha, bo'ldi. Davralarni to'ldirib o'ynasın onam. Onajonlar sağ bo'lsinlar. O'ynab kelamiz. Erkaning. Nazokatanma to'ylar muborak olsun. Sanamjon ana to'ylar muborak olsun. Zulfiya aka to'ylar muborak olsun. Elyorimiz ham tabriklaymiz. Ominalari, hammalari. Erkaning. Bir qo'shiq aytayin, sevinib o'ynang. Davr siznikiga berilib o'ynang. Biringizda quyosh, biringizda oy, farzand siznikiga kerilib o'ynang. Boshingizga yoqsin Tangrim savobi, yetti osmonga ham yetsin ovozi. O'zgarib ketsin ob havosi, bir kelib dunyoga shodlanib o'ynang. O'ynang onam, jannatim o'ynang. Yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Onajonim o'ynang, farishtam o'ynang. Farzand siznikiga kerilib o'ynang. Yashang. Nazokatanma to'ylar muborak bo'lsin. Aylaningizlardan. Sanamjon ana o'ynab o'tiramiz. Darmabga kelamiz. Qani. Poyingizda jannat yastanar onam. Yuragi tilloyim ustisar onam. Poyingizda jannat yastanar onam. Yuragi tilloyim ustisar onam. Munisim onam, mutabar onam. Yana qachon o'ynaysiz onajon o'ynang. Munisim onam, mutabar onam. Hamma havas qilsin keling bir o'ynang. Aylaningizlardan. Bari. Yengajonlar ham to'ylar muborak bo'lsin. Boshingizga yoqsin Tangrim savobi, yetti osmonga ham yetsin ovozi. O'zgarib ketsin ob havosi, bir kelib dunyoga shodlanib o'ynang. O'ynang onam, jannatim o'ynang. Yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Onajonim o'ynang, farishtam o'ynang. Farzand siznikiga kerilib o'ynang. O'ynang onam, jannatim o'ynang. Yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Rahmat. Onajonim o'ynang, farishtam o'ynang. Farzand siznikiga kerilib o'ynang. To'ylar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Inam. Doyijonlar ham muborak qilamiz. Yengajonlar ham qutlaymiz. Xush kelibsizlar. Hammalaringizga to'ylar muborak bo'lsin. Xudo xolasa beshik to'ylaridan hech kim xatorindan kam bo'lmayin. Yanada ko'payishib kelib tabriklab o'tirish hammalarimizdan nasib aylasin. Shahriyor media studiyasi bilan xizmatda bo'ldik. Eng professional. Har oyda o'zlarini studiyalarindagi kamchiliklari bo'lsa do'g'illab turadilar. Ya'ni Xorazmda hammadan birinchi oldida yuradilar. Shuncha studiyani ishlaridan omadlar tilaymiz. Hozirgi to'yingizni hozir qabul qilib olasiz. Shuning uchun Shahriyor media studiyani ishlarini omadlar tilaymiz. Bir hafta, bir oy, 3 yil, 5 yil, 6 oylab kutmaysiz. Hozirgi to'yingizni hozir qabul qilib olamiz. Shuning uchun studiyaning ishlarini omadlar tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Onajonlar umrlaringiz uzoq bo'lsin, guruhlining yoshini bersin. Rahmat.